Salam dostlar, bugün 2019 yılı 5. ayındaki 10. günüsü, Cuma günü. Bugün Xitayning muavin zonlisi, muavin baş ministeri, Xitoy Savdo ishlari vakili Liu He, Amerikaning poytaxti Washingtonga kelib, Amerika bilan o'tkazilayotgan 11-chi qitimliq savdo suhbatini ilib borgan. Hozirgacha biz erishgan uchurlar qaragan chog'da Liu He bilan Amerikaningki savdo ministeri ve savdo vakilleri Louis Ayer'ninki o'rtasidagi suhbat muvaffaqiyatli bo'lmagan. Bu biz eng umid qilgan xabarlarning birisi. Ilgirki suhbat mazmunini qaragan chog'da Amerika hukumati Xitoy hukumatining Amerika shirkatlarining aqliy mulk huquqini qo'llashni talab qilishini, qonunga kirgizishni Xitoy hukumati rad qilgan. Shundaqla ikkinchi qitimliq İpek yo'li muhokama o'tkazilgandan keyin Xi Jinpingning o'ziga bo'lgan ishonch sig'imi ishib, Amerika hukumatiga intayin qattiq yo'l qo'yganligiga bo'lgan o'kinishini qayta ifodalab, bundan keyingi savdo suhbatlarida Amerikaga qattiq yo'l qo'ymaslikni umid qilganligini bildirgan. Bu Angliyaniki Reuters agentligida e'lon qilingan edi. Ammo bu qitimliq suhbat yig'ida intellectual property, ya'ni aqliy mulk huquqini qo'llash, shunaqla Amerikaniki masalan sitoli savdo sommasini oshirish, qatorliq eng muhim bo'lgan ikki suhbat temasida Xitoy hukumatiniki saxtapazlik qilganligi bu Amerikani qattiq g'azablantirgan. Bugün biz erishgan uchurga qaragan chog'da Liu He degan Soltek Goy hozir jivan tiklab, qo'yqin tiklab Beijingga qarab minibdi. Bundan keyin qachon suhbat ilib berildi, buni uqulolmaydi. Ammo Amerika prezidenti Trump bugungi suhbatida yana biz aldirmaymiz, Xitoy bilan suhbatni aldirmaymiz, endi davomli yasaymiz Xitoyni deyotdi. Bayatni chiqqan xabarlarda. Ammo chaqchaq asosan deb qo'ydim, bu rasmiy axborot xabar emas. Undan boshqa 200 milyar dollarlık mahsulotiga Xitoyniki 25% atrofida tamojni bija qo'yilganligi bugun sahardan boshlab ijro bo'ldi. Bu Amerika bilan Xitoy arasındagi munosabatning intayin yiraklashganligining yana bir belgisi. Shundaqla eng muhim bir narsa nima desa, Amerika hukumati Xitoy bilan bo'lgan savdo suhbati jarayonida Xitoy hukumatining intayin chidamas, saxtpaz, yiligar ekanligini bilib oldi. Yana gapida turmaydigan, va'dasi turmaydigan xalqaro ahdnomalarni aldırab ko'z girmaydiganligini bilib oldi. Bu biz uchun cho'mur g'alaba. Biz davatgan China is liar, Xitoyning o'zi bir saxtpaz, aldamchi degan da'voyimizning yana bir isbot bo'lib qoldi. Amerika bilan Xitoy so'qsa, cho'qimki o'tirda bizga o'xshash ojiz mazlumlarga foyda bo'lgan bir yo'chiq chiqishi mumkin. Cho'qim